Erkak kishini hayotida qiladigan eng yaxshi amali bilasizlarmi nima? Pul topib, chek olib, o'g'illariga imorat solib, uylab joylab, to'rt yog'ini taqqilib ketishi. Bu biz tushuncha shunaqa. Va mana shu narsani yo'lida umr sarf bo'lib ketyapti. Ikkita bo'li bordi, uylab bittasini eshigini chiqardi. Bo'ldi, endi bemalol ibodat yo'q. Yana pul topish kerak. Shehlar nima bo'lib ketyapti? O'g'lim ikkita o'g'li bor. Kichigida 3 ta bor. Birodarlar, musulmon odam rizq Allohdan deb iymon keltirgan bo'ladi. Siz o'lib ketsangiz hamchi, bolangiz o'sha rizqini, chekini topib tirishlikni qilib ketaveradi. Erkak kishini hayotida qiladigan eng yaxshi amali bu farzandlariga odob berishi. Agar islom bilan tarbiya qilingan yigit, islom bilan tarbiya qilingan ayol bo'lsa, otasi ta'lim bergan bo'lsa, ayoli kasal bo'lib qolsa, bunaqa tarbiya ko'rgan yigit ayolini tashlab boshqa ayolga uylanmaydi. 10 yil, 20 yil xizmatingizni qildi, bir kasal bo'lib qoldi, xizmatingiz yaramay qoldi. Ablah bo'lish kerak. Shat uni qo'yib yorib turib boshqasini olib ketishlikka. Nima demadinglar? Yoki ayol 20 yil, 30 yil eri bilan yashadi, eri bemor bo'lib qoldi, kasal bo'lib qoldi yoki pul topishga yaramay qoldi, kambag'al bo'lib qoldi. Tasavvur qila olasizlarmi? Shat erini tashlab ketib qolishligini. Musulmonlarda tushunchasida bu narsa umuman aqlga sig'maydi. Chunki Allohdan qo'rqadi musulmon odam. Xulosa, er ayolining xizmatini qilish va mana shunga sabr qilish bilan Allohga yaqinlashadi. Ayol ham erining xizmatini qilish va unga sabr qilish bilan Allohga yaqinlashadi. Agar shu qoida ishlasa oilada, bu oila albatta saodatli bo'ladi. Nima uchun aytdi bu gapni? Payg'ambarimiz aytdilar: "Allimu auladakum va ahlikumul khayr va addibuhum." Farzandlaringiz va oilalaringizga yaxshilikni o'rgating va ularga odob bering. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Tabaroniy rivoyatlarida: "Addibu auladakum ala thalathi hisolin." Farzandlaringizga 3 ta xislatni o'rgatinglar. Hubbi nabiyikum va hubbi ali baytihi va tilovatil Qur'on. Nabiyingizni yaxshi ko'rishga, uni oilasini yaxshi ko'rishga va Qur'on tilovatiga. Bolalaringizga 3 ta narsani o'rgatinglar. Payg'ambarini yaxshi ko'rsin, payg'ambarning oilasini yaxshi ko'rsin va Qur'on tilovatini o'rgatinglar. Endi faraz qiling, shat bordingizda bugun, bolam, payg'ambarimizni yaxshi ko'r bugundan boshlab. Payg'ambarimiz oilasini bugun yaxshi ko'rmasang bo'lmaydi. Kel, yaxshi ko'r. Desiz, bu kulgili holat bo'ladi. Ha siz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni tanitmagan bo'lsangiz, oilasini tanitmagan bo'lsangiz, qayoqdan yaxshi ko'rsin? Odam nimani yaxshi ko'radi? O'zi tanigan, bilganda yaxshi ko'radi. Shuning uchun unaqa payg'ambarning oilasini yaxshi ko'r deb shab dabdurustdan buyurishni o'rniga payg'ambarimizning hayotini aytib bering. Xulq atvori, rahmat haqida hikoya qilib bering. Payg'ambarimiz yosh bolalar bilan qanaqa bir holatda muomala qilganligini aytib bering. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir majlisda o'tirganida o'ng tomonida Abdulloh ibn Abbos yosh bola bo'ladi. Chop tomonida Abu Bakr Siddiq o'tiradi. Payg'ambarimizga bir ichimlik olib kelishadi. Rasululloh ichadilarda sunnatga muvofiq o'ng tomonga uzatish kerak. Shu kichkina bola Ibn Abbos o'tiribdi. Haligi Ibn Abbosga qarab, "Ey bola, o'zi shuni haqqi o'ng tomonga berish kerak. Mana uni ichimlikni bu kishiga shayxga bersam bo'lami, chop tomonga?" deydi. Ibn Abbos aytadi: "Sizdan keyin ichishlik sharafini birovga bermayman. Bering bu yoqqa" deydi, olib ichadi. Ya'ni mana shu qilayotgan ishi bilan payg'ambarimiz bu kichkina bolaga hurmat ko'rsatyapti. Shunga o'xshagan payg'ambarimiz yosh bolalar bilan qilgan muomalalardan bir misollar aytib bering. Payg'ambarimiz haqida tushunchasi paydo bo'lsin bolangizda, keyin yaxshi ko'radi payg'ambarimizni.